Haqiqatan shunaqa berasizmi? Beramiz Ilhom. Do'lasa o'zi bozorda Arzon qilamiz nasib 300 bo'lsa. ming, 400 ming arzon aytib yuboryapsiz aka. Shunday. Beraveramiz, nasib. Beraveramiz Ilhomjon. Akalar to'g'ri qo'ylarni juda bir arzon joydan so'raganlar uchun nasib bo'lsa akalarim bugun biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga Quduq qishlog'iga yetib keldik akalar. Mana shunaqa baquvvat to'g'ri qo'ylarni nasib bo'lsa juda bir arzon narxda sotilyapti. Shuni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bo'ldi, qo'yib yuboringlar. Do'stlar, bugun Javohir akamiz oldiga kelganmiz. Javohir akamizda mana shunaqa 35 bosh to'g'ri qo'ylari bor ekan. Shularni hozir sizlarga to'liq ma'lumotini aytib o'tamiz. Javohir aka, xudoolasa 35 bosh dedingiz, necha oylik to'g'ri qo'ylar aka? Ilhomjon bular 11-12. Shunday albatta. 11 yurgan payti ichida endi qo'chqor yurgan ekan, har ehtimolga qarshi oladigan odam akamiz aytibdilar, qo'chqor qo'yib olursin deyaptilar. Nasib bo'lsa endi bo'g'ozlari ham bordir, ha? Bor Ilhom. Bo'g'ozlari ham bordir, qochib ketganlari. Qochib ketgan. 3 kun bo'libdi kelgani, bitta katta gigant gerakil qo'chqor ham ichiga qo'yilgan. Aka, buni narxini menga aytdingiz, juda bir arzon aytib yubordingiz. Haqiqatan shu narxga berasizmi? Beramiz Ilhom. Do'lasa o'zi bozorda arzon qilamiz nasib 300 ming, 400 ming arzon aytib yuboryapsiz aka. Shunday. Beraveramiz, nasib. Beraveramiz Ilhomjon. Nasib bo'lsa beraveramiz. Mana aka, yeb ichlariga muammo yo'qmi aka? Sog'ligi 100% garantiya. Ha. Ko'pchilik aytadi, bu nima ham buncha arzon, bu garang parangi bormi ichida deb o'ylaysiz. Bemalol kelib, ko'rib, yedirib, ichirib, haydab ko'rib olaver Ilhom. Haydab ko'rib olursin. Kasal boyagida cho'log'i ko'rib bo'lsa menga qoladi. Gapi. Narxini nech pul qilib beramiz aka? Bitta bomba ayting. Ilhom, oldi qoshqina 3.200 dan berib yuboramiz Ilhom. 3.200 ming so'mdan. Shunday. Mana akalar, ko'rib olamiz akalar. To'xlay bir joyga berib yuboramiz Ilhom. Bir joy demaymiz, 5 dan 10 ta tayoq-taylarga ham shu narxda olursinmi? Beraveramiz Ilhom tayoq tashlarga. 5 dan 10 taga ham akalar tayoq-taylarga shu narx. Agar tanlab olaman desanglar akalar, akamiz aytibdilar, ichida Ilhom 4 millionlik to'xlilari ham bor. U narxda bermayman. Agar optim olsam mayli, arzon oldim, arzon berib yuboraman, 3.200 dan olib ketaversin deyaptilar. Bemalol pastdan nomerga chiqib savdosini bitirib olsanglar bo'ladi akalar.